Assalomu alaykum hammaga. Bugun OBS Studio'ni va efir uchun kerak bo'ladigan barcha pluginlarni o'rnatib, nastroyka qilib, ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ishni OBS Studio'ni o'rnatishdan boshlaymiz. Hamma kerakli plugin va programmalarni men o'zim sketch qilib olganman. Linkini video ostida yozib qoldiraman. OBS Studio'ga kiramiz. Next. Bu OBS Studio'ni qaysi papkaga o'rnatishi default turibdi. Unga tegmagan ma'qul, chunki keyingi pluginlar ham default, ya'ni odatiy holatda shu joyga ustunovka bo'ladi. Agar OBS ustunovka qilayotganda bu manzilni o'zgartiradigan bo'lsangiz, boshqa pluginlarda ham o'sha o'zingiz o'zgartirgan manzilni berishingiz kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun tegmagan ma'qul. Biroz kutamiz. Va tayyor, OBS ustunovka bo'ldi. Kiramiz ichiga. Xo'p, kirganimizda bizani shunaqa oyna kutib oladi. Buni cancel qilib yuborsa ham bo'ladi, chunki ichidan o'zimiz boshqatirib nastroyka qilamiz. Bu sizni nimaga ishlatishingizni qarab turib, nastroykalarni o'zi to'g'rilab beradigan oyna chiqazgan. Bu hozir bizga kerak emas, chunki qo'lda nastroyka qilamiz o'zimiz. Cancelni bosamiz, katta ekran qilib olamiz. Birinchi bo'lib studio modda yoqib olamiz. Studio modda yoqqandan keyin bularni to'g'rilab olamiz. Sal betatib turibdi. Xo'p, endi nastroykasiga kiramiz. Settings bo'limiga o'tamiz va output bo'limiga o'tib turib, output modni simple dan advanced ga o'tkazib qo'yamiz. Keyin video encoderni H264 dan Nvidia ga o'tkazib qo'yishimiz kerak. H264 bu CPU, ya'ni toshi, misol uchun Core i9, Core i7 deymiz-ku. Shu toshni ishlatadi agar. H264 da turadigan bo'lsa, shu tosh orqali render qiladi. Encoder H264 bo'ladi, ya'ni tosh bo'ladi. Nvidia ga o'tkazib qo'yadigan bo'lsa, hozir menda ROG notebook ichida RTX 3060 video kartasi bor. Shu video kartadan foydalanadi encoder uchun. Hop, Nvidia ga o'tkazib qo'ydik. Endi bitrate'ni 8000 qo'yib olamiz. Shu yetarli bo'ladi bizga. Undan ortig'iga uje YouTube bu o'zi ham tavsiya qilmaydi. YouTube o'zi 6800 dan ozgina balandroq qilib 8000 qilib beryapmiz. Unda hech qanaqa ogohlantirish chiqmaydi. Agar 10000 beradigan bo'lsangiz, YouTube'da uje bitrate'ning baland bo'lib ketdi degan ogohlantirish beradi. Shunga 8000 qo'ydik. Keyframe intervalni 2 sekund qilib qo'yamiz. Default 0 turibdi. 0 da internetingiz orada o'ynasa, o'zidan o'zi kadrlar orasidagi tafovut ko'payib ketib qolishi mumkin. Ya'ni bitta kadr bilan ikkinchi kadr orasidagi interval ko'payib ketib qolishi mumkin. Shuni hisobi 2 sekund qilib qo'ysak, default o'ynamaydi. Shu 2 sekundda o'sha beradi. O'zi keyframe interval deganda nimani tushunsa bo'ladi deyilsa, kadr bir xillarda ko'rsanglar qotib keladi. Misol uchun, qo'lni bundoq yurg'izayotganda, qo'l bu yerda turadi, bitta qotgani bu yoqqa o'tib qoladi. Shu narsa keyframe intervali cho'zilib ketganida. Har 2 sekund yengillanmaydi-da, har 8 sekundda bo'lib qolsa, mana bitta turibdi, 8 sekunddan keyin qo'l bu yoqqa o'tib qoladi. YouTube'da shunaqa narsa kuzatiladi. Agar 0 avto turganda internet o'ynasa, shunaqa qotishi mumkin. 2 qilib qo'ysanglar, shu narsa qotmaydi. Hop, look aheadni o'chirib qo'yamiz. Hop, bu qismimiz tayyor. Apply bosib boramiz va video bo'limiga o'tamiz. Video bo'limida yangi OBS ustunovka qilganingizda output resolution'i 720 bo'lib qoladi. 720 piksel bo'lib qoladi. Shuni to'g'rilash uchun 1080 ga o'tkazib qo'yamiz. Bu tepadagi sizga ko'rinadigan resolution'i, pastdagi bo'lsa output resolution, ya'ni YouTube'da qanaqa kачествоda ketishi. Hop, FPS ga tegmaymiz, shunda qolaveradi. Okay. Endi keyingi pluginlarni ustunovka qilish uchun OBS dan chiqib turishimiz kerak bo'ladi. Bir nechta kanalga efir berishimiz kerak bo'ladi gohida. Shu paytda biza OBS multi output degan Sora Yuki tomonidan ishlab chiqarilgan pluginni ishlatamiz. Ya'ni OBS default bittani kanalga efir qilsa bo'ladi, lekin bu plugin orqali yana qo'shimcha cheksiz kanallarga efir bersangiz bo'ladi. Endi u cheksizligi nechta kanalga bera olishingiz kompyuter kuchidan, internetingiz tezligidan kelib chiqib bo'ladi. Ustunovka bo'ldi. OBS ga qayta kiramiz. Kirdik, hech narsa o'zgarmadi. Buni ochib olish uchun Docs bo'limidan multiple output tanlab qo'yamiz va ochildi. Buni chekkaga surib o'zimizga to'g'rilab olamiz.
Buni ham bundoq sursak, ancha tartibli turadi. Aha. Buni ham qo'shib oldik. Endi yana OBS dan chiqamiz-da. Endi bizga Instagram uchun alohida vertikal versiyada efir ketyapti hozir. Shunga ham alohida plugin bor. Vertical Canvas deb nomlanadi. Uni ham alohida ustunovga qo'yib olamiz. Tayyor, u ham ustunovga bo'ldi. Bularning hammasining linkini YouTube'da tagidagi descriptionida qoldiraman. Xo'p, OBSga kiramiz qaytadan. Bemalol o'zingiz ko'chirib olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozsanglar, unda xohlasa javoblarini beramiz. Xo'p. Mana. Alg'ov bo'lib ketib qoldi. Endi buni to'g'irlash uchun bir-biriga qo'shib chiqsak bo'ladi. Xo'p, scenalarni scenaga ulab olamiz, ya'ni sahnalarni birlashtirib oldik. Vertikalga alohida, ya'ni Instagram uchun alohida sahna yaratsa bo'ladi. Asosiy YouTube'ga ketayotgan efirimiz uchun alohida sahna yaratsa bo'ladi. Source'larni ham shunaqa bitta qilib olamiz, ikkalasini. Xo'p, transitionlarni ham bitta qilib olamiz. Aha. Va controlni ham buni tagiga tiqib qo'ysak, ancha tartibli turadi. Aha. Mana sal surib oldik. Xo'p, endi oxirgi narsamiz qoldi. Hozirgi vebinarni ko'rayotgan bo'lsanglar, timer qo'yishyapti oxirida. Shu timerga ham alohida pluginimiz bor. Bu pluginning nomi OBS Countdown deb nomlanadi. Buni ham linkini izohlarda yozib qoldiraman. Buni endi ustiga bosib turib install qilinmaydi, o'rnatilmaydi. Buni o'zini papkasi bor. O'sha papkaga kopiya qilib turib tashlab qo'yiladi. Hop, bu papka nima deyiladigan bo'lsa, hop. Mana bitta men linkini naqib qo'yaman. Buni ham yozib qo'yaman mana. C-Disk Program Data OBS Studio plugins ichida bo'ladi. Mana men oldin o'rnatganim uchun menda eskisi ham turibdi. Hozir kopiya qilganimni tashlasam, o'rniga zaminat qilasammi deydi hozir. Mana buni kopiya qilib turib tashlasam, oldin ham ishlatganim uchun menda turibdi eskilar. Mana hozir replace qilaymi o'rniga deyapti. Mayli qilib yuborur deymiz, replace qilib yubordi. Hop, OBSga qaytadan kiramiz. Hop, yana o'zgarish yo'q. Buni ham xuddi multiple output kabi docs bo'limidan ochib olamiz. Mana countdown timer. Ochib oldik. Hop, buni multiple output ustiga tashlab qo'ysak bo'ladi. O'shanda hop, mana bundan o'tkazib tursak bo'ladi. Keragiga o'tkazib turib to'g'rilab olaveramiz. Hop, endi YouTube bo'lib ko'ramiz. Hop, Chrome'ga kiramiz. YouTube kanalini ochamiz. Create, go live. Hop, yangi yaratib qo'ya qolaylik test o'rniga. Yana bitta test deymiz. Test 2 deb qo'ya qolamiz nomini. Hop, bannerlari shart emas. Keling shuni ham qo'yib ko'rib keta qolaylik. Hop, sarlavhasini yozsangiz bo'ladi. Bu yoqqa izohlarni yozsangiz bo'ladi. Bu yoqqa banner qo'ysangiz bo'ladi. Hozir bizda banner tayyorlanmagan, shuning uchun yo'q. Keyin bu video bolalar uchunmi deb so'rayapti. Yo'q, bolalar uchun emas. Hop, show more. Bu yerda taglar qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni Instagramda ham taglar qo'shiladi-ku, shunga o'xshab turib, misol uchun bizga hozir efir bo'yicha, OBS bo'yicha bo'lyapti videoyimiz, shunaqa taglarni qo'shib ketsangiz bo'ladi. 500 tagacha harfli tag ishlatsangiz bo'ladi. 500 ta simvol sig'adi, ya'ni bu taglar qismiga. Hop, qolgan narsa shuna turaveradi. Bu yerda efir sozlamalarni nastroyka qilsangiz bo'ladi. Ya'ni efir ketayotganda bilsangiz yonida chat yonadi. O'sha chatni yoqib qo'ysangiz bo'ladi, o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Oxirida chat translation hozir juda ko'p bo'lyapti, bu kerak emas. Ya'ni YouTube'ingiz qaysi tilda sozlangan bo'lsa, ya'ni tillari qaysi tilga o'tkazib qo'yilgan bo'lsa, o'sha tilga tarjima qilib turaveradi yozilgan сообщениyalar. Hozir menda ruscha turibdi. Shu ruschani hisobiga kim menga сообщение yozsa, ruscha qilib ko'rsatyapti. Yoki kimdirda o'zbekcha turgan bo'lsa, ingliz tilida yozsa ham o'zbekchaga tarjima qilib turib ko'rsatadi. Bizga bu kerak emas hozir. Hop, bo'ldi, keyingisiga o'tiramiz. Hop, keyin bu yerda qilayotgan efiringiz ochiq bo'lsinmi, yoki link bilan ko'rinadigan bo'lsinmi, yopiq bo'lsinmi yoki ochiq bo'lsinmi? Shuni so'raydi. Ochiq bo'lsa, efiringiz soat nechida, qaysi kuni boshlanadi?
Bizaga hozir boshlanishi kerak. Biz hozir test bo'lgani uchun link bilan ko'rinadigan qilib efir qilamiz. 7:17 soatimiz bu 7:15 turibdi. Bo'ldi, danni bosib yuboramiz. Keyin eslatib o'taman, bu soat qat'iy emas. Misol uchun ertaga soat 10 da efir qilishingiz kerak. Ertaga soat 10 ga ulgurmasangiz yoki 10 dan oldinroq boshlamoqchi bo'lsangiz ham, bu soat prosta odamlarga ko'rsatib turish uchun, ya'ni pastda chiqib turishi uchun kerak bo'ladi. Xohlagan paytingiz efir boshlashingiz bo'ladi. Ertaga qilaman deb turib, reja qilib turib, bugun boshlab olsangiz ham efirli bo'ladi. Danni bosdik. Xo'p, endi RTMP ключini ulashimiz kerak OBS ga. Buni bosamiz. Tepadagi ключ kopiya qildik. OBS ga o'tdik, settings ga o'tdik. Stream bo'limiga o'tdik. Bu yerda Twitch turibdi. Twitch o'rniga custom qilamiz. OBS o'z YouTube ulab olgin deb tavsiya qiladi. Unda lekin faqat bitta YouTube kanali bilan ishlashingiz to'g'ri kelib qoladi. Biz zakazga efir qilganimiz uchun custom turadi bizda doim. Hop, mana. Qarang, mana shunga e'tibor berish kerak. Bu K, tepadagi K. Bunda hozir tepada server turibdi. Biz pastga qo'yamiz. Pastda K so'rayapti chunki. Hop, YouTube'da pastda anaqasini serverni so'rayapti. Mana serverni tepaga qo'yamiz bu yerda. Apply bosamiz. Hop, endi nimadir qo'yib qo'yishimiz kerak. Display capture qo'ysak, qaysi oynaga o'tsa ham o'shani ko'rsatib turadi. Qaysi oynani ko'rsatishni so'rayapti. Mana. Keyin qarang. Mana ekranim 2K kачествоda QHD deydi. Bu hozir o'shanga kesilib qoldi bu tarafda. Ctrl F bossa ekranga mos tot beradi. Tayyor. Endi men nimaga o'tsam o'sha ko'rinadi. Xo'p, bu yerda endi ключdan qo'yganimizdan keyin start streamingni bossak, o'sha efir ketdi. Efir ketdi deganda YouTube ga o'sha oqim kelish boshladi. Lekin hali ochiq emas. Odamlarga misol uchun link tashlab bergan bo'lsangiz, odamlarga ko'rinmaydi hali. Odamlarga ko'rinishi uchun Go Live bosib olishingiz kerak bo'ladi. Go Live bosganingizdan keyin efir ketishni boshladi. Endi linkni misol uchun biror kimga tashlasak, u odam bizning ekranimizda nima qilayotganimizni ko'rib tura oladi. Ovozlari bilan. Chunki ovoz yo'qotib turibdi mana qismida. Ovozni o'chirib qo'ysak, ovozimiz bormaydi. Hozir mikrofon baland turganiga ovozim urib yuryapti. Shunaqa payt ozgina pasaytirib qo'yish kerak bo'ladi. Mana endi normalni kelyapti ovozimiz ham. Hop. YouTube ga efir berib ko'rdik. Endi vertikal kanvasni ham ishlatib ko'rishimiz kerak. Buning uchun Instagramda efir berib ko'ramiz. Instagramda qanaqa efir beriladi? Prosta create bosasiz. Notebookda kirib olgan bo'lishingiz kerak, lekin live videoni bosasiz. Bu yerda boyagidagi anaqani tanlasangiz bo'ladi. Ochuvmi, yopuvmi, faqat obunachilar uchunmi tanlasangiz bo'ladi. Biz hozir praktika qilib qo'yamiz. Yopuv, ya'ni praktika qilganda boshqalarga ko'rinmaydi, faqat o'zingiz ko'rib ishlatib olsangiz bo'ladi. Public qilsangiz hammaga ko'rinadi ochuv. Sizga kim podpiska bosgan bo'lsa, o'shalarning hammasi sizni efiringizni ko'rishi mumkin. Close friends, endi close friends ana yashil bo'lib chiqib turadi Instagramda. Hamma bilsa kerak uni. Hop, praktik tanladik biz. Nomini yozish shart emas, xohlasangiz yozib qo'ysangiz bo'ladi. Tepada chiqib turadi, efir tepa qismida aylanib o'tib turadi yozig'i, nomi. Hop, next qilamiz. Bunda ham o'sha RTMP ключ beradi. Hop, bunda endi to'g'ri beryapti. Mana tepada stream URL, ya'ni serveri. Hop, bunda endi nastroykasiga kiramiz. Streamingga o'tamiz. Serveriga shu tepadagi qismini tashlaymiz mana. Endi keyga mana keyni ham pastga tashlaymiz. Bu yerda nomi, misol uchun Instagram Ajib Studio deb yozib qo'yamiz. Bunda ham cheksiz qo'shib ketsangiz bo'ladi. U ham shu internetingizga, kompyuter kuchiga qaraydi, nechta ko'tarishi. Hop, bunga tegmaymiz. Bu YouTube ga qanaqa sozlab qo'ygan bo'lsak, shunaqa anaqada turibdi. Sozlamada turibdi. Bo'ldi, okey bosamiz. Endi qarang, hozir YouTube ga ketayotgan efirimizda bizning ekranimiz ketyapti yoki lekin Instagramda hech narsa ketmayapti. Instagramga ketish uchun mana vertikal scenaga o'tib olamiz. Vertikal scenaga o'tganimizdan keyin mana vertikal source ham bor. Vertikal source ko'rsak hech narsa yo'q. Buni qo'shish uchun kiramiz. Xuddi shunaqa ekranimizdan qo'shmoqchi bo'lsak, mana oldin qo'shganimiz chiqib turibdi, display capture.
Shuni bitta bossak, Instagramga ham qo'shilib qoldi. Lekin shortkatlar bitta yomon tarafi, shortkatlar Instagram uchun ishlamaydi. Ya'ni vertical canvas uchun boyagidagi Ctrl F bosib turib topib ola olmaymiz. Shuning uchun qo'lda to'g'rilashga to'g'ri keladi. Buni xohlasangiz mana shunaqa versiya bersangiz bo'ladi, xohlasangiz yonboshlatib ham bersangiz bo'ladi, lekin yonboshlatgani menimcha odamlar ko'rmaydi uncha. Shuning uchun shunaqa versiya qilib turib, tegalarini ham bir narsaga to'ldirsangiz bo'ladi. Logotipingiz bo'lsa, logotipingizni qo'yasiz yoki qo'shimcha ma'lumotlar yozsangiz, bu ham yaxshi bo'ladi. Imkon boricha eng tagigacha kerakli ma'lumot bormagani yaxshi, chunki kommentariyada to'sib qo'yadi Instagramda. Xo'p, bunga ham efir ketdi mana. Instagramga ham berdik. Sanash boshladi. Hozir Instagramga ham oqim kelish boshlaydi. Mana. Oqimimiz kelish boshladi. Instagramda qaysi bo'limga o'tgan bo'lsam, ekranimda qaysi bo'limga o'tgan bo'lsam, o'shani ko'rsatib turibdi. Buni ham Go Live bosamiz. Ovozlarimiz bilan efir ketish boshladi. Hop, endi multiple outputni ishlatib ko'ramiz. Hop, hozir hech qanaqa anaqa qo'shilmagan, kanal qo'shilmagan. O'shanga add new target qilamiz va bu yerdan kanal qo'shsak bo'ladi. Kanalni qanaqa qo'shamiz? Hozir menda bitta kanal turibdi. Hop, yana YouTube ochib olamiz. Ajib Studioga o'tib olamiz. Ajib Studio kanaliga bu shaxsiy kanalim edi, boyagisi. Go Live. Bu mana birinchi marta efir qilish uchun ochilyapti. Oldin lekin zaявка berib qo'yganman. Agar yangi kanal ochgan bo'lsangiz, zaявка bermagan bo'lsangiz, birinchi marta efir qilaman desangiz, sizga nomeringizga kod yuborib, keyin 24 soat kutishingizni so'raydi. Men o'sha 24 soat kutib bo'lganman, o'shanga letter bosaman, streaming software bosaman, bo'ldi, efir qilib ketaveraman. Menda ochilgan efir. Efir ochilishi uchun nomeringizni подтверждение kelish kerak. Bunga ham test deb yozib qoldiramiz. Bannerlar shart emas. Biz bolalar uchun emas tanlaymiz. Next. Bunda ham link orqali ko'rinadigan qilib qo'yamiz va done. Xo'p, bunda ham RTMP keyni kopiya qildik. Keyga tashladik. Serverini kopiya qildik va serverga tashladik. Okay. Startni bossak hozir Ajib Studioni YouTube'ga ham kelish boshlaydi oqim. Mana tayyor ko'rishingiz mumkin. Hozir bir vaqtda o'zida ikkita YouTube kanal va bitta Instagram kanalga efir ketyapti. Mana Instagramda hali ham ketyapti. Nariga o'zimning shaxsiy kanalimda ham alohida ketyapti efir. Va Ajib Studioni kanalida ham ketyapti. 3 ta kanalga bir vaqtda efir uzatilyapti. Xo'p, endi bitta ko'rmagan narsamiz countdown timer qoldi. Ya'ni timer qoldi. Xo'p, timerni ishlatish uchun biza mana bu source bo'limiga YouTube o'tib olamiz. YouTube versiyamizga o'tib olamiz. Source bo'limiga tekst qo'shishimiz kerak bo'ladi mana. Tekst qo'shdik, timer deb yozib qo'yamiz. Okay. Bu yerga xohlasangiz tekst yozing, xohlasangiz yozmang. Shart emas, o'zi yozish shart emas. Endi shriftni ko'rib olish uchun yozsangiz bo'ladi. Misol uchun Ajib deb yozib qo'yamiz. Ajib deb yozdik. Okay. Shrifti ma'qul menga. Shu shrift qolsa ham bo'ladi. Misol uchun mana bu yerga joylashtirsak buni. Endi nima qilamiz? Timer ishlash uchun bizda hop, timerni настройка bu qismiga o'tamiz. Hop, bu yerdan source dan hozirgi timer deb yozib qoldirgan, hozir ochgan text layerimizni tanlab olamiz. Tanlab oldik. Hop, endi bizga nima kerak? Bizga kunlarni sanash kerak emas. Soatlarni sanash kerak emas. Bizga minut, sekund bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi, apply bosamiz. Okay. Endi mana bu yerga necha minut sanasin. Xo'p, bizga 2 minutlik bo'lsin mayli. 2 minut tanladik. Endi mana bu knopkani bosganimizdan keyin Ajib so'zimiz uje timerga aylanadi mana. Bosdik, timerga aylandi. Endi timer ketish uchun biz mana play bosib olishimiz kerak bo'ladi. Play bosdik va timerimiz yurishni boshladi.
Lekin hali efirga ketmayapti timerimiz. Efirga ketish uchun transition qilib programmga o'tkazib olishimiz kerak. Mana endi efirga ketish boshladi timerimiz ham. Yo yutib ham hozir keladi уже. Timerimiz. Mana. Transition bosaman hozir. Va timer chiqaraman o'ng tarafda. Xullas shunaqa. Efir qilish qiyin emas. Hamma o'zi uyda qilib ko'rsa bo'ladi. Unaqa ko'p narsa ketmaydi, ko'p resurs ketmaydi. Keyingi videolarimizda Atem Blackmagic pultni ulab, noldan efir qilib, oxirigacha qanaqa jarayonlar bo'ladi, nimalar kerak bo'ladi, o'zi umuman efir qanaqa qilinadi, katta efirlarda nimalar ishlatiladi, vebinarlarda nimalar ishlatiladi, shularni ko'rib chiqamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Ko'rishguncha xayr.